Keling, bugun sizlar bilan Assassin Olamlar jangi filmini to'liq tahlil qilamiz. Bu video orqali filmni hali ko'rmaganlar nega filmni ko'rishimiz kerak degan savolga javob olishadi. Filmni ko'rganlar esa voqealar rivojini yana bir bor eslab, film haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Shunday ekan, siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Dastlab film haqida biroz ma'lumotlarga ega bo'lib olsak, Assassin Olamlar jangi filmi 2021-yil 12-fevral sanasidan katta ekranlarda namoyish etila boshlagan. Film fantastika, sarguzasht, jangari va detektiv janrlarini o'zida mujassamlashtirgan bo'lib, tomoshabinni nafaqat vizual sahnalar, balki g'oya va ramzlar orqali ham o'ziga torta oladi. Va yana film 16 yosh chegarasiga ega, chunki ayrim sahnalarda keskin va biroz qonli lavhalar uchrashi mumkin. Filmga mashhur xitoylik rejissyor Lu Yang rejissyorlik qilgan bo'lib, u o'zining vizual uslubi va chuqur ma'noga ega hikoyalari bilan tanilgan ijodkor hisoblanadi. Filmning syujeti Xitoyning mashhur yozuvchisi Shuang Huetaoning Ma'budlar qotili nomi bilan tanilgan asar asosida suratga olingan. Eng qiziqarli jihati shundaki, film ichidagi bosh qahramonlardan biri, ya'ni yozuvchi Kun Wen yozayotgan asar ham aynan shunday nomlanadi. Go'yo yozuvchi o'zini asar ichida tasvirlagandek. Kun Wenga to'xtaladigan bo'lsak, u yozayotgan Ma'budlar qotili asarida sodir bo'layotgan voqealar tom ma'noda real voqealarga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Shu yerdan boshlab filmni ko'rmaganlar uchun ogohlantirish. Biz videoning aynan spoilerli qismiga keldik. U romandagi voqealar rivojiga ta'sir o'tkazish orqali kim o'lib, kim tirik qolishini o'zi bilmagan holda boshqalar edi. Bunga yaqqol misol Kun Wen yozayotgan romandagi Lord Redmayne personaji hamda filmning real qismida qilib ko'rsatilgan Aladdin Group kompaniyasining asoschilaridan biri bo'lgan Li Mu ismli shaxsning bir-biriga bog'liq qilib ko'rsatilganligini olishimiz mumkin. Og'riq shunchalar kuchli ediki, u darrov holsizlanib, gursillagancha yerga yiqiladi. Ya'ni Kun Wen Ma'budlar qotili romanida Redmayne personajiga qanday og'riq yoki jarohat yetkazmasa, Li Mu ham bu og'riqni sezardi. Shunday ekan, bir savol paydo bo'lmoqda. Agar ular ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lsa, filmning asosiy antagonisti qilib ko'rsatilgan Li Mu aslida yovuz personaj bo'lmasligi mumkin. Chunki u Kun Wenni o'ldirish orqali asarni to'xtatmoqchi. Ya'ni agar asar rivoji shu zaylda davom etsa, barcha asarlar baxtli yakun topgani va yovuzlar ustidan g'alaba qozonilgani kabi Redmayne personaji ham asar yakunida halok bo'lishini bilar edi. Bu shuni anglatadi, Li Mu aslida shunchaki o'z jonini saqlab qolmoqchi bo'lgan xolos. Unda bizda yana bitta savol tug'ilmoqda. Agar Lord Redmayne va Li Mu bir-biriga bog'liq bo'lmaganida, Li Mu Kun Wenni o'ldirishga harakat qilarmidi? Sizlarning fikringizni bilmadim-u, lekin shaxsan mening fikrimcha yo'q. Chunki katta Aladdin Group kompaniyasining egasi kichik oddiy bir roman yozuvchisini o'ldirishidan hech qanday naf ko'rmayapman. Bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Film antagonisti to'g'ri tanlangan. What? Lekin nega hozirgina uni antagonist emas deyotgan edik-ku? Keling, yaxshisi sababini misollar tariqasida tushuntiraman. Masalan, qasoskorlarning hozirda eng katta dushmani hisoblanayotgan Thanos personaji yoki X odamlar olamiga tegishli bo'lgan Magneto personajini olsak, ular ham o'z filmlarining eng kuchli antagonistlari hisoblanishadi. Chunki yovuz personaj yoki antagonist filmda yovuzlik qilishi uchun asosiy sabablarga ega bo'lishi kerak. Shundagina u qilayotgan ish maqsadli bo'ladi. Thanosning maqsadi butun dunyoning yarim aholisini qirish orqali qolgan yarim aholisini baxtli va to'kin sochin hayot kechirish bo'lsa, Magnetoning maqsadi oddiy insonlarni yo'q qiluvchi, yovuz sifat va ko'rinish bergan holda bo'lsa ham, g'aroyib qobiliyatli insonlarning baxtli yashash uchun harakat qilish edi. Li Muga keladigan bo'lsak, u o'z hayotini saqlab qolmoqchi. Bu kichik bo'lsa-da antagonistlik qilish uchun sabab bo'la olishi mumkin. Lekin film davomida bizga ikkita olam bir vaqtda namoyon qilinar ekan. Demak, bizda ham naqd ikkita yovuz personaj bor. Biri tirik qolish uchun kurashayotgan Li Mu personaji bo'lsa, ikkinchisi unga bog'liq bo'lgan, hikoyaning narigi tomonida qilib ko'rsatilgan Lord Redmayne. Ochig'ini aytsam, biz aynan shu yerda haqiqiy antagonistni ko'ra olmaymiz. Chunki bu olam boshqa ekanligini hisobga olsak, u shunchaki Kun Wen uni o'ldirishga kelgani uchun u bilan jang qiladi. Bu biroz soyaz g'oya va bunday olib qaraganda asar ichidagi Kun Wen ham Lord Redmayne o'ldirish uchun kelishiga deyarli asosli sabab yo'q. Shunchaki Lord Redmayne askarlari uning opasini o'ldirgan, lekin o'sha askarlarning o'zi ham allaqachon o'lgan. Demak, hisob barobar, hammaning orasi ochiq edi. Ammo negadir kichik do'stimiz Kun Wen Lord Redmayne buni buyurgan. Uni o'ldiraman deb qaror qilib qoladi. Mayli, biz Lord Redmayne va Kun Wen jangida ma'no topdik ham deylik. Aytaylik, Redmayne bu yerda xuddi Li Mu kabi tirik qolishga va tog'dek keladigan gavda bilan u uchun kichik chumolilar o'lchamidek keladigan odamlar qo'lidan o'lim topmaslikka harakat qilyapti. Kun Wen esa opasi va o'zini o'ldirish uchun buyurilgan askarlarga bu buyruqni bergan shaxsdan qasos olyapti deb hisoblaylik. Lekin bunday olib qaraganda rostdan ham kimsan yarim ma'bud bo'lgan, o'lchami tog'dek keladigan Lord Redmayne uchun chumolilardek odamchalar qo'lidan o'lim topish kulgili holat menimcha. Lekin bu
jang sahnasi shunchaki filmga rang-baranglik va action berish uchun qo'shilgan va eng qizig'i bu sahnani shaxsan o'zim ham yaxshi chiqqan deb hisoblardim. Toki bu video ssenarisini yozishga qaror qilmagunimcha. Yana shunday film rang-barangligini bir xil me'yorda saqlash uchun qo'shilgan jang sahnalaridan biri bu Ajdar va Bayhan shaharlari o'rtasidagi jang sahnalaridir. Lekin men mana shu jang sahnasini Lord Redmayne va Kung Wenning jang sahnasiga qaraganda anchagina reallikka yaqinroq deb hisoblayman. Biz shaharlar o'rtasidagi jang sahnasi haqida gaplashayotgan ekanmiz. Ajdar shahri aholisi Lord Redmaynening haykaliga ta'zim bajo keltiruvchi sahnani eslab o'tishga majburmiz. Agar solishtiradigan bo'lsak, Lord Redmaynening haqiqiy ko'rinishi va uning Ajdar shahridagi haykaldagi ko'rinishi deyarli bir xil qilib ishlangan. Lekin filmning oxirgi jang sahnasi oldidan Kung Wen ko'zli gapiruvchi Soutdan Lord Redmaynening ko'rinishi qanday deb so'raganida, u Lord Redmayne haligacha hech kim ko'rmagan deb aytdi. Ey! Nima? Aytchi, Redmayne ko'rinishi qanaqa? Uni hech kim ko'rmagan, jumladan men ham. Xo'p, tasavvur qiling. Ajdar shahri aholisi o'zi tasavvur qilganicha Lord Redmayne personajining haykalini yasashdi va buni qarangki, haykal haqiqiy Redmayne personaji bilan bir xil ko'rinishga ega. Bu yerdan esa mantiqni topish qiyin menimcha. Aytgancha, filmning asosiy qahramonini esimizdan chiqaribmiz-ku. Gunning u qizi, ya'ni Tanjirini topmoqchi bo'lishi shunchaki filmdagi asosiy voqealarga kirib olish hamda bizni filmning haqiqiy bosh qahramoni bo'lgan, ya'ni yozuvchi Kung Wen bilan bog'lash uchun xizmat qilgan xolos. Hattoki buni Gunningning o'zi ham tasdiqladi. Lekin har bir film yakuni barcha savollarga javob berish bilan tugallangani kabi, Kung Wen yozayotgan Mabutlar qotili asaridagi Lord Redmayne o'limi va Limu o'limi bir-biriga bog'liq bo'lgan ekan. Agar asar ichidagi Tanjirin personaji ham o'z otasini topa olsa, demak men ham o'z qizimni topa olaman degan xayolga va buni qarangki, bu fikr to'g'ri bo'lib chiqdi. Ochig'ini aytsam, filmda menga eng ma'qul kelgan yagona personaj bu o'sha bitta ko'zli gapiruvchi Sout bo'ldi. Chunki unga hamma narsa baribir. U shunchaki juda yaxshi jang qiladi va o'lmas personaj hisoblanadi. Film boshida unga egalik qiluvchi qariya vafot etgach, u Kung Wenning tanasiga o'rnashib oldi. Bir tomondan olib qaraganda unda boshqa tanlov ham yo'q edi. Chunki u yerdagi qolgan barcha personajlar allaqachon o'lgan edi. Vaqt o'tgach esa u Kung Wenning qoniga ancha o'rganib qoldi. Shirin deb hisoblay boshladi va o'sha qondan mahrum bo'lmaslik uchun uni himoya qilib yurdi va uning o'limiga yo'q qo'ymasdi. Yana menga filmdagi Gunningni asardagi ko'rinish sifatida tasvirlangan qizil sovutli ko'rinishdagi jangchi ham anchagina ma'qul kelayotgan edi. Toki asar yozilishi Gunningni qo'liga o'tmagunicha. Chunki Kung Wenning tasvirlab berishi bo'yicha u anchagina maxluqlardek xarakterga ega, vahshiyona va xarizmaga boy edi. Lekin asar rivoji Gunningning qo'liga o'tganida u bu personaj ustidan tom ma'noda shunchaki kuldi xolos. Filmni boshidan ko'rib kelayotganlar aynan shu qismiga kelganida asarning qanday o'zgarib ketganini yaqqol sezishadi. To'g'risini aytsam, bu ssenariyni yozishni boshlashimdan oldin filmni maqtayman, zo'r film ko'rishni maslahat beraman deb aytaman deb o'ylagan edim. Lekin buni qarangki, ssenariy yakuniga yetar ekanman. Filmni kamchiliklarini topib yomonlashdan nariga o'tganim yo'q. Aslini olib qaraganda nima bo'lmasin, biz filmni yomon deyishga haqqimiz yo'q. Chunki suratga olish jarayonlarida unga millionlab dollar mablag'lar va qanchadan qancha insonlarning mehnati sarflanadi. Shunday ekan, film haqida umumiy fikrlarimni aytadigan bo'lsam, film bir vaqtning o'zida bizga ikkita bir-biriga bog'langan hikoyalarni ko'rishimizga yordam beradi. Eng qizig'i, ularning biri ikkinchisini yoki ikkinchisi birinchisini doimo kamchiliklarini yopib keladi va film davomidagi rang-baranglikdan zerikib qolmasligingiz aniq. Bugungi tahlil shulardan iborat edi. O'ylaymanki, video sizlarga manzur keldi. Like bosib, kanal rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kino Time bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.